Xitoyning ballistik bomba sınıqıga küçülük tanqid yağdı. Qadrli görülmələrimiz əlbəttə Xitoyninki şu rayon dövlətlərdən şu meyli Xitoy denizi olsun, şu meyli Yaponiya ətrafıda, Tayvan ətrafıda olsun davamlıq bir yerdə gedəl çıxırıb turuyatqanlığını bilimiz. Hər daim, hər həftə bunun oxşaş ya o ya bu şekildeki haberler çıkıp durdu. Etraftaki devletlerine bir aram kıldığan şekilde. Bu qatim Xitoy Deniz Armiyası 6 iyul su astı yadro paraxotidan Tinch okeanga qaratib ballistik bomba qo'yib berish sınıqı icra qilgan bo'lib, Xitoyning bu qatimliq az uchraydigan strategik kuch ko'rsatishi Yaponiya, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Koreya qatorliq ko'plagan davlatlarning kuchli tanqidiga uchradi. Hammasi ayrım şekilde Xitoyninki bu yolsuzluğa reddiye berdi. Xinhua agentliğinin alakadar haberde bu qatimliq qo'yib berish sınıqının Xitoyning yillik harbiy mashq planidagi daimlik o'rinlashtirish ekanligi. Har doim shunday deydi bu shu Xitoylar yani. Bir narsani qilib qo'yib atrofdagi davlatlarni bearam qilib qo'ygandan keyin norozi qilib qo'ygandan keyin ularniki, hatto ularning havo tavalligiga kirib chiqib ketgan bo'lsa-mu, suv tavalligiga kirgan bo'lsa-mu, qıpıwan ki bunu biz aldına hiç kimle maksat qılmadık. Bu aldına ala o'rinlashtirilgan normal bir işimizdi bu. Deb numussizlarcha bunda bayonot berdi. Bu daimlik o'rinlashtirish ekanligini dedi Xitoy. Aloqador davlatlarga oldin uqtirish qilinganligi mazkur sinoqning hech qanday davlatni nishonlamaganligi da'vo qilingan. Ma'lum bo'lishicha bu qatimliq sinoq qilingani Xitoyning navbatdagi suvosti paraxotidan qo'yib berilgan eng ilg'or JL-3 tiplik ballistik bombasi bo'lishi mumkin ekan. Mazkur bombaning musofasi Xitoyning dengiz tavalligidan Amerika cho'ng quruqligiga zarb berishga yetarli ekan. Bu so'zlanadi hamda bu yerda. Yaponiya, Amerika ve Janubiy Koreyaning tashqi ishlar ministrlari 7 iyul Turkiyada o'tkazilayotgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti boshliqlari yig'ini jarayonida suhbatlashgan bu masalani. Suhbatda mazkur davlatlar Xitoy armiyasining bir kun burungi suvosti paraxotidan qo'yib berilgan ballistik bomba siniqiga o'rtaq diqqat qiladiganligini ifodalagan. Hatta bu biz qaysi kuni o'tkazgan Vaqa ve Mulayez programımızda mı? Erkin Ekrem bilen, Doktor Erkin Ekrem bilen. Bir adetten NATO baş sekreteri Mark Rutte'di mi muhbirler şu meselini soraydı. Şu yada Mark Rutte mi bu meselini şu devletler bilen yukarıda itlik edilgan bu devletlerin mesulları bilen müzakir kıgallıqını Xitoyning ki bu yolsuzluğa qarata bunun aldığan tedbirlerini söhbetleşkenlikini til aldı bir yada. Demek bu şekilde bulardan sırt Amerika Tashqi ishlar Ministrligi Xitoyning bu qatimliq siniqiga qattiq norozilik bildirib, Xitoyning yadro qurol ambirini tez sur'atda ochiq oshkora bo'lmagan tariqada kengaytishining rayon va dunyoga ig'ir andish yaratayotganligini ta'kidladi.